o'yindan oldingi madhiya aytish paytida armanistonlik imkoniyati cheklangan bir bola, deyarli o'spirin desa ham bo'ladi, juda bir boshqacha qo'shiqni aytyapti, o'zi yaxshi eshitmaydi ham gapirmaydigan bola. Krishtianu Ronaldu bilan chiqqanligi uchun bo'lsa kerak, juda ehtirosga jo'shib boshqa qilib turib kuyladi. Darhol mana buni hamma joyda tarqatib tashlash, hatto Ronaldu ham o'zining juda qimmat bo'lgan Instagram sahifasida men yangi do'st topdim deb turib shu bolaning kuylayotganini qo'ydi, joyladi. Bu butun dunyo bo'ylab aylanyapti. Armanistonda ham 0-5 hisob yutqazib qo'ygan yurt zaminida ham ushbu harakatlarni olqishlashyapti. Adashmasam 38 goli bilan saralash bahslarida eng ko'p gol urgan futbolchilardan biriga aylanib oldi. Yana bitta futbolchi turibdi, undan oldin Messidan o'tdi. Leo Messi yaqinda 2 ta gol urgan edi, yig'lab xayrlashgan edi. Ronaldo esa bu uchrashuvda yana hammani o'ziga qaratyapti. Ronaldo hamda Messining eski davrlarga o'xshashi ikkitadan ham gollar uryapti va e'tibor ham shularda bo'lyapti-da. E'tibor ham shularda bo'lyapti.